Majmuaga g'arb tomondan joylashgan darvozaxona orqali kiriladi. Peshtoqning balandligi 10 metrni tashkil etgan. Darvoza 1803-4 yillarda qaytadan qurilgan. 1930-yillarga kelib majmua to'liq holatda vayronaga aylangan. Saqlanib qolgan inshootlar sirasiga masjid, xonaqo, toshquduq va boshqa inshootlarni misol keltirishimiz mumkin. Bu haqda qo'lyozma manbalardan tashqari Shishkin, Kochnev, Narzulla Yo'ldashev, Nekrasova, Sadriddin Salim Buxoriylar ham yozib qoldirishgan. 2019-yilda eng so'nggi ta'mirlash ishlari amalga oshirilgan. Xo'jajandiy qabristoni ziyoratgoh sifatidagi ilk ma'lumotlar 14-asrdan boshlab uchraydi. Kitobi Mullazoda asarida keltirilishicha, ushbu joyga Abu Nasr ibn Ahmad ibn Fazl Muso ismli shayx dafn etilgan. Ushbu asarda keltirilishicha, yana ushbu shayxning nomi qisqartirilib, Al-Muzakkir shaklida ham uchraydi. As-Samoniyning Nasabnoma asarida keltirilishicha, ushbu shayx Abu Ishoq Kalobodiyning shogirdi bo'lgan. Xalq orasida Turkijandiy bilan bog'liq juda ham ko'p afsonalar tarqalgan. Masalan, ulardan biri ziyoratgoh atrofida faqat piyoda o'tish kerak bo'lgan. Agar kimdir ot ustida o'tadigan bo'lsa, avliyoning ruhi chavandozni egardan uloqtirib tashlashi mumkin bo'lgan. Undan tashqari, maqbara hududida joylashgan hovuz suvi xalq orasida shifobaxsh hisoblangan. Hovuzga jom tashlansa, Makkadagi Obi Zamzam qudug'idan chiqadi deb ishonishgan. Jand diyoridan kelgan Ismoil Somoniy saroyida vazir lavozimida ishlagan bu mashhur kishi turk tilida gaplashganligi uchun unga xalq orasida Turkijandiy laqabi berilgan.